Assalamualaikum hörmətli qarindaşlar. Gollandiya şoförlük pravası nəzəriyyə dərsimizə xoş gəldinizlər. Bugün 25-ci dərs Ofen Fragen Parkeren. Yəni ötən saatlik dərsdə 24-cü dərsimizdə məxsus maşınını toxtatışqa, parkeringə dair nəzəriyyə qismini öyrənib ötkendik. Bugünkü dərsimizdə şu nəzəriyyə qismiga dair ölgülük məşq suallarını işləyimiz. Qınamsa diqqətinizlər dərsimizdə bolsun. Mir deyilgen sual, what is the betekenis van de aangebrachte blauwe streep? Yani miyada sızılgan, kök rənglik sızıqlarının mənisi nima deydi. Bunu ötkəsək dərs öyrənib ötkendik. Bu kök rənglik sızıq, yani parker schijf dep, yani kök rənglik sızıq bayada normalda taxtalar boludu. 1,5 saat və ya ki 2 saat ətrafda maşinimizni haqsız toxtalaymiz. Bunun üçün çoxum kök rənglik kartını həm saatini toğrulab işlətişimiz gerek. Şimdi bunun cevabı qarab baxaylı. A cevap dit in zone var in parkeerschijf gebruikt moet worden. Yani bu parkeerschijf deyen aşu kartı şu. Aş kartı çoxum işlətilishi gerek boğan bir rayonunu bildirdi deydi. B cevap dit in zone var ya alleen mag parkeren tegen betaling. Yani fakat pul төлеген vaqtınızdılar maşinini toxtatsınız bolduğan bir rayondaydı. Bu cevap hata. Çünkü bu yer toxtatgan vaqtda pul төлüşümüzden haç yok. C cevap dit in zone var alleen vergunninghouders mogen parkeren. Yani bu alayda bir icazətnaməsi boğan adamlar toxtadığı rayondaydı. Bu mu hata? Çünkü bunun doğru cevabı A. Yani bu blau strip, yani kök sızıq sızıp koygan bunda maşin toxtuş orulları biz parker schijf, vaqtı yazılgan aşı karta bilen maşinini haqsız toxtatqılı bolduğan orullarını bildirir. Çünkü bunun cevabı A. En keyingi sual, maxu her parkeren. Miyada maşini toxtatsınız bolamdı deydi. Muşu imtihan, har qıtımlıq imtihan çoxum çıqıdığan, başına qaymıqdırdıgan sual. Qarablam, parker firbot taxta qarablam ney deb tallab qaldığı əhvallar caq uçuraydı. Lekin dərsi degendim, bu taxta yolunun qaysı tərəfində bolsa, faqat şu tərəfdə küçükə ega. Ma rəsimdə qarsanlı taxta hazır yolunun 10 tərəfidikən, lekin maşini yolunun sol tərəfində. Demek, on taraf toxtatsaq bulmaydı, lekin sol tarafta toxtatsaq buludu. Şun bunun cevabı ya. Hem üçüncü sual, parkert here op in New Year's Dag. Maqtat, yani siz hazır yeni yıl günü miyad toxtattığınız bulamdı, deydi. Hazır miyad parker verbod bakken, lekin tigide, 16 tot en met einde van de maand, yani her ayının 16. günüdün başlap, şu aydan ahırgıca toxtatsaq bulmaydıken. Şimdi New Year's Dag deyen birinci ayının birinci günü, demek o günü toxtatsaq buludu. Şun bunun cevabı ya. Yine deydi, siz miya toxtatsınız bulamdı deydi. Mavmem imtihanı çoxum çıqıdığan bir xil adam qaymıqdırdıgan sual. Miyada qaraplamsılar belki mən stilstan verbod demek, stilstan verbod x, nix. Yani hiç nem qısam bulmaydı, parkerin qısam bulmaydı deplam. Ney dep deyen cevabını tallab qaldığanlar cıq. Lekin bunun cevabı ya qarsanlar. Çünkü azırma aqranglik dəris maşinisi miyada parkerin qıldığan ya baken. Çünkü parker fak baken miyada hazır. Bu parker fakta toxtabdı. Yani bu taxtı bayada biz parker fakta toxtsaq boludu. Lekin maşini yolda toxtsaq bulmaydı. Hazır maşina şu parker fakta, yani maşini toxtutuş belgilengen orunda toxtabdı. Şun bunun cevabı ya. Yani her qıtımlıq imtihanda çoxum çıqıdığan suallarının birisi. Qaraplam, taxta qaraplam ney dep tallab qaldığan işler caq uçuraydı. Şun alayda diqqat qılыңlar. En keyingi sual. For welke kant van de weg geldt dit bord? Yani ma taxta hazır yolunki qaysi tərəfi üçün küçükə ega deydi. Bu hem ərqdim imtihanga çoxum çıxıb qaldığan, qaymıqdırdıgan sual.
nazariya darsi degan to'q bu taxta yo'lning qaysi tarafida bo'lsa shu tarafda kuchga ega deb. Lekin bir alohida ahvol, agar bu taxtaning ustida zona degan gap ma'lum bir belgilangan rayon degandek ma'nosi bor. Shu zona degan xat bo'lsa, u chog'da bu taxta hem yo'lning o'ng tarafi uchun, so'l tarafi uchun, butun yo'l uchun kuchga ega. Şun hazır model şunda ahval zona degan xatning sababidan bu taxta hazır hem o'ng for linker and rechter kant, yani yo'lning hem o'ng taraf hem so'l taraf uchun kuchga ega. Şun to'g'ri javob C. En keyingi savol, for welk kant van de weg geldt deze doorgetrokken gele strip? Yani hazır tutashtirilgan siriq siziq yo'lning qaysi taraf uchun kuchga ega deydi. Yani bu tutashtirilgan siriq siziq yo'lning qaysi tarafida bo'lsa, shu taraf uchun kuchga ega. Hozir qarasak yo'lning o'ng tarafida ekan. Shu buning javobi alleen for the rechterkant, faqat o'ng taraf uchun. Endi keyingi savol. Parkeert hier zonder de parkeerschijf te gebruiken. Mag dat? Yani siz hozir miyada parkeerschijf kartni ishlatmay turib to'xtatdingiz. Maqtat yo'l qo'yilamdi deydi. Buning javobi ne? Nazariya darsim degan to'q. Yani parkeerschijf degan mush kartni ko'rsatmoqchi. Mavi blau strip bayada biz mashinani 1,5 saat yoki 2 saat atrofda haqsiz to'xtatsak bo'ladi. Bu ko'pincha allodim shu yo'lning tepasida taxtada birilgan bo'ladi, qancha soat ekanligi. Lekin bir shart cho'qim mushu kartni mashinaningki cho'ng aynikida soatni yaxshi shaklda to'g'irlab qo'yishimiz kerak. Agar bu yerda to'xtatib, lekin men kartni qo'ymagan bo'lsak, yana o'xshashlar jarimani kelaveradi. Shunga bu kartni ishlatmay turib, blau strip bayada to'xtatish cheklandi. En keyingi savol, je wilt hier laden en lossen, maqtat, yani siz hozir miyada yuktakni bisib tushirmoqchi, yo'l qo'yilamdi deydi. Qarasanglar, siriq tutashtirilgan siziq stol, stand, verbod, x, nix. Yani hech nima qilsak bo'lmaydi. Shu buning javobi ne? Yo'q. En keyingi savol, je parkeert hier in een parkeervak. Dit is, yani siz hozir miyada parkeervak, yani mashina to'xtadigan yerda to'xtatdingiz. Bu, yani 3 xil javob bor ekan. A javob verplicht, cho'qim shunday qilishingiz kerak, majburiy. B javob verboden, cheklangan. C javob verstandig, aqliga uyg'un. Yani bunun to'g'ri javobi verplicht, yani biz hozir arifning ichida ekanmiz. Taxta qarsanglar, arif degan maxsus oila o'ltiraq rayoni deb o'rgangan to'qi burun. Yani arifning ichida parkering qilgan vaqtida cho'qim mushu parker fakta parkering qilishimiz kerak. Yani o'sha mashina to'xtatish o'rni belgilangan o'rinlarda to'xtatishimiz kerak. Shu buning javobi verplicht, majburiy. En keyingi savol, je parkeert hier, maqtat. Yani siz hozir miyada mashina to'xtatdingiz, yo'l qo'yilamdi deydi. Har qanday imtihonga chiqadigan savollarning birisi. Qarsaqlam miyada stol, stand, verbod bor ekan. Buning qarablam yo'q deb tanlab qilishimiz mumkin, lekin bu taxta yo'lning qaysi tarafida bo'lsa, shu tarafdan kuchga ega degan to'q. Az yo'lning so'l tarafida ekan, o'ng tarafda yo'q. Shu o'ng tarafda parkering qilsak bo'ldi, lekin so'l tarafda bo'lmaydi. Hozir mashina yo'lning o'ng tarafida parkering qilinibdi. Shu buning javobi ya. En keyingi savol, parkeert hier, maqtat. Siz hozir miyada parkering qildingiz bo'lamdi deydi. Javobi ne? Chunki qarasanglar, hozir stupning ustiga chiqibdi. Stup degan shu yo'lningki mush egiziltirilgan qismi normalda bu yerda piyodalar mang'ida emasmi? Bunda stupning ustiga bunda chiqib olib parkering qilish xato ahvol. Shu buning javobi ne? Endi parkeert hier, maqtat. Yani miyada parkering qildingiz bo'lamdi deydi. Buning javobi ham o'xshashlar ne? Yani miyada hozir piyodalar o'tish yo'li bor ekan. Unda piyodalar o'tish yo'lining yendilam bunda parkering qilsak bo'lmaydi. Agar yo'ldan o'tadigan piyodalar bo'lib qolsa, yo'lni to'sab qo'yamiz va yoki kichik bolalar degandek o'tib qolib qolsa, xatarlik ahvol kelib chiqishi mumkin. Shu buning javobi ne?
En keyingi savol, je parkeert hier 10 meter van het kruispunt. Mag dat? Yani siz hozir kesishma yo'l eg'izidan 10 metr aralıqda to'xtadingiz. Mag dat deydi. Bunun cevabı o'xshasham ne? Yani bu yerda biz hozir faqat stilsdan qilsaqla bo'ladi uchun üzük siziq-siziqda, lekin parkering qilsaq bo'lmaydi. Shu bunun cevabı ne? Keyingi savol, je parkeert hier op vrijdag. Mag dat? Yani siz hozir juma kuni bu yerda parkering qildingiz bo'lamdi deydi. Hozir mana parker verbodgan, lekin ostida xat bor ekan, qarasanglar, op donderdag 7 tot en met 4 uur. Yani her peyshanba kuni soat 7dan 4gacha bu yerda parkering qilsangiz bo'lmaydi degani bildir. Juma parker verbod faqat peyshanba kuni uchun verbodgan. Faqat peyshanba kuni qilsa bo'lmaydi ekan, 7dan 4gacha. Hozir juma kuni, demak, juma kuni qilsak bo'ladi. Shu buning javobi ya. İmtihan muşta sollamcı uçuraydı cun. Muşta parker verbod taxtısı var, lekin tigidi muşta her xil uçurlar var. Şu muş tigidik uçurlarını hem oqışqa optan diqqat qılыңlar. Endi sual, estat hier in de birim stil om de navigatie in te stellen. Mag dat? Yani siz ma birimning chimliqning ustida navigatsiya instellen. Yani ilqi mashinaning yo'l xaritasini tangshash uchun to'xtadingiz, yo'l qo'ylamdi deydi. Yani maşının yol haritasını tanıştırmak için toxtaş parkerim bo'laddi. Andan muşta çimliqning ustida to'xtasak bo'laddi. Yani eğer men mashina yo'lida raybanda to'xtagan bo'lsa bo'lmaydi, lekin çimliqning ustida bo'ladi. Shu buning javobi ya. En keyingi savol, bij welke boord mag je stilstaan om mobiel te bellen? Yani siz qaysi taxtada telefon urish uchun to'xtasangiz bo'ladi deydi. Yani telefon urish uchun to'xtash, qanday to'xtash bo'ladi? Parkering bo'ladi. Endi A'ningga qarasak, A stilstaan verbod. Yani stilstaan qilsak bo'lmaydi. Stilstaan qilsak bo'lmaydigan yerda parkering qilsakmi bo'lmaydi. Yani A'da telefon urish uchun to'xtasak bo'lmaydi. B parker verbod. Yani telefon urish uchun to'xtash parkeringga tabiati. Demek parker verbod, parkering qilsak bo'lmaydi. Shu buning javobi, yani A, B ikkala taxtada telefon urish uchun to'xtasak bo'lmaydi. Javobi C. En keyingi savol, je wil aan de linkerkant parkeren. Mag dat? Yani siz hozir yo'lninki sol tarafida to'xtamoqchi bo'lamdi deydi. Yo'l qarasak, hech qanday bir parkering qilish cheklangan, hech qanday bir ahvol yo'q, taxti yo'q va yoki siriq siziq yo'q. Hem yo'lning sol tarafida mashina to'xtadigan maxsus o'rinlar bor ekan. Shu buning javobi ya, albatta parkering qilsak bo'ladi. Keyingi savol, je parkeert hier op een verkeersdrempel. Mag dat? En verkeersdrempel degan qatnash bosog'isi deb yo'lda müştü yo'lning sal egizitilgan qismi. Qatnash qoidasi bo'yicha biz bu yerda parkering qilsak bo'ladi. Shu buning javobi ya. Endi savol, je auto staan geparkeerd in de birim. Mag dat? Yani mashinangiz hozir birim degan müştü Beltini bir bağlı komdiki, mesela çimliq yolunu deymiz. Muşunun ustida to'xtab turvatudi bo'lamdi deydi. Çimliqda to'xtasak bo'ladi. Javobi shunga ya. En keyingi savol, je staat hier geparkeerd. Mag dat? Siz mer parkering qilsangiz bo'lamdi deydi. Qarasak, siriq tutashtirilgan siriq tutashtirilgan siziqda hech nima qilsak bo'lmaydi. Shu buning javobi ne? Bij welke boord mag je niet parkeren? Yani qaysi taxtada siz parkering qilsangiz bo'lmaydi deydi. Yani A parker verboddi. Parker verbod ismidan chiqib turadi. To'xtatishni cheklash taxtasi deb A'da bo'lmaydi. B stilstaan verbod, lekin stilstaan verbodda parkering qilsakmi bo'lmaydi. X nix. Yani bu X belgisi bor, hech nima qilsangiz bo'lmaydi degan gap. Shu buning to'g'ri javobi B. Boord A en B. Yani A, B ikkala taxta. En keyingi savol, welke boord geeft een parkeerverbod aan? Yani qaysi taxta parkeerverbod?
Yani parkering qilishni cheklashni bildiradi deydi. A. Parkerverbot. B. Stillstandsverbot. Şun bunun cevabı A. Yani A taxta parkerverbotni bildirdi. Muşnuğa diqqat qilinglar. Muş savollar qarasanlar javob o'xshash, rasmni o'xshash, lekin so'ralgan savol o'xshamaydi. Çünkü ba'zi savolda dedi qaysi taxtada parkering qilsangiz bo'lmaydi. Lekin ma'noda qaysi taxta parkerverbotni bildirdi deydi. Şunu savolga cho'qim diqqat qilinglar. Mush savollar imtihonga cho'qim chiqadi. Sual sel qaymoqtirdigan sual, lekin ters sual emas. Şu alayda diqqat qilinglar. Endi keyingi sualga kelsak, yani bu qaymoqtirdigan shakldagi bir sual. Welke bord heeft in verbod om stil te staan aan? Yani qaysi taxta stilstanni cheklashni bildirdi. Stilstan qilsangiz bo'lmaydi deganini bildirdi deydi. A parkerverbot, yani parker qilsangiz bo'lmaydi deganini bildirdi. B stillstandsverbot. Şun bunun to'g'ri javobi B. C javob. Endi savol Bij welke bord mag je niet parkeren? Yani qaysi taxtada siz parker qilsangiz bo'lmaydi deydi. A taxta parkerverbot, parkering qilsak bo'lmaydi. B taxta stillstandsverbot, X is niks, yani B taxtada parkering qilsak bo'lmaydi. Lekin C taxta P, yani parkering qilsangiz mashina uchun parkering qiladigan ya deganini bildirdi. Şoň hazır A bilen B'de parkering qilsak bo'lmaydi, lekin C'de bo'ldi. Şoň bunun to'g'ri javobi A. En keyingi savol Bij welke bord mag je niet parkeren? Yani o'xshashlam qaysi taxtada parkering qilsangiz bo'lmaydi deydi. A B'ni baya so'zlagandik, parkering qilsak bo'lmaydi. Endin C buni nazariya dars o'rgangan, ma tegidagi rasm. Bu faqat mushta yuk to'sh mashinalari yuk tax tushirib chiqarishda ishlatadigan ya parkering qilib bo'ladigan. Biz uchun emas, biz parkering qilsak bo'lmaydi. Yani qısqası A, B, C üçlü taxtada parkering qilsak bo'lmaydi. Şun bunun javobi C. Yani bu parkering bilan stilstan ilqi ters mazmun emaschu. Agar lekin sal odamni qaymoqtiradigan mazmunlar birinchi qitim anglashda tushunishlik bo'lmay qolib qolsa, qayt anglashinglarni tavsiya qilaman. Ham sizlarga tushunishlik bo'lib ketish uchun ham jiq savollarni tayyorladik. İnşallah suallar bilen düşünüşlük bo'lgan bo'lishini umid qilamiz. Bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Keyin qitimliq darsda ko'rishaylik. Omon bo'lgaysizlar.